Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlashtirishda yangi mavzu o'tamiz. Bu mavzumizning nomi string. Mavzusini ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizda bitta yangi string degan birinchi paketimizni string degan paket ochamiz va uning ichiga yangi bitta Kotlin faylni ochamiz. String deb nomlaymiz va asosiy funksiyani yozamiz. String bu bitta misol uchun s degan o'zgaruvchi olamiz va uni qo'sh tirnoq ichida yozib ketaveramiz. Misol uchun bitta so'z yoki bo'lmasa bir nechta so'zlarni ham yozishimiz mumkin. Hozir men misol uchun Zohid degan so'zni yozaman va uni uzunligini ko'rib chiqamiz. Uzunligini bilamiz. Uzunligini ko'rish uchun cout s so'zining uzunligi s.length va dasturni ichiga tushiramiz. Zohid so'zining uzunligi 5, ya'ni Zohid so'zi 5 ta harfdan iborat. Uzunligini topishga qilamiz. Buni ham umumiy ma'noda kommentariy yopamiz. Keyingisini ko'ramiz. Print s.uppercase, ya'ni klaviaturada biz avvaldan Zohid degan so'zni kiritganmiz. Uni bizga katta harflarda yozib beradi. Hamma harfini katta harflarda yozib beradi. Mana o'zi avvaldan Zohid degan z degan so'z, z degan harf katta bilan yozilgan bo'lsa ham farqi yo'q. U kichkina bilanmi katta bilan yozilgan bo'ladi. Hammasini bir tekisda katta harfda yozib berish uchun xizmat qiladi. Katta harflarda yozadi. Har bittasini shunaqa qilib kommentariy olib, keyin umumiy hammasini bitta qilib kommentariy olib ketamiz. Bundan keyingisi esa xuddi shunga teskari jarayon. Lowercase, ya'ni klaviaturadan kiritilgan so'zni xohlasa avvaldan kiritamiz, xohlasa dastur ichiga tushgandan so'ng kiritamiz. Ularning hammasini kichkina harfga chiqarib berish uchun xizmat qiladi. Ya'ni mana Zohid z katta bilan yozilgan edi, lekin uni baribir kichkina bilan chiqarib beradi. Kichik harflarda yozadi. Keyingi ko'rib chiqadiganimiz, misol uchun bitta for signal operatori kerak bo'ladi. Har bitta harfni alohida chiqarib bersin, ya'ni bitta probel bilan i degan o'zgaruvchi olamiz. s for signal operator tanasini ochamiz hamda cout i, ya'ni har bitta Zohid degan so'zni bitta probel bilan orasida harflarni ajratib chiqarib berish uchun xizmat qiladi. Har bir harfni alohida chiqaradi. Mana Zohid degan so'zda har bitta harfning orasida mana probel bor. Buni ham umumiy qilib kommentariga olamiz va keyingisiga o'tamiz. Xuddi shuni biz teskari jarayonda ham chiqarishimiz mumkin. Zohid degan so'zni chapdan o'ngga emas, undan chapga o'qish natijasida hosil bo'lgan so'zni ham chiqarishimiz mumkin. Misol uchun, uning uchun bizga reverse funksiyasi kerak bo'ladi. Hamda print i dasturni ichiga tushiramiz. Hamda klaviaturadan avvaldan kiritilgan Zohid degan so'z bizda o'ngdan chapga o'qiladigan bo'lib chiqadi. Mana teskari tartib
tartibda chiqarish. Buni ham umumiy ma'noda kommentariyaga olamiz. Keyingi ko'rib chiqadiganimiz esa aynan o'sha so'zni qaysidir indeksida joylashgan harfni chiqazib bersin. Misol uchun 3-indeksdagi harfni bizga chiqazib bersin deymiz. Va dasturni ishga tushirsak, mana 3-harfida, ya'ni buni hammasi 0 dan boshlanadi. 0, mana 0, 1, 2, 3. Mana 3-harfda i degan harf chiqdi. Xuddi shuni yozib qo'yamiz. Indeksini topish deymiz. Xuddi shu tartibda, misol uchun 4-harfni ham deyishimiz mumkin. Bu massiv ko'rinishda chiqarib beradi, ya'ni massiv o'zlashtirgan holatda bizga 4-indeksdagi harfni chiqarib beradi. U D harfi, ya'ni oxirgi harf. Bu ham shunday indeksni topish qo'ysak bo'ladi. Keyingi ko'rib chiqadiganimiz bu start with, start and so'zlari. Ya'ni val so'zlar deymizda. Java, Kotlin, CPP deymiz. Bir nechta dasturlash tillarini yozamiz. 3 ta bo'lib tursin hozircha. Hamda bizga chiqazib bersin for cycle operatori orqali so'zlar bo'yicha aylantirib hammasini, agar so'zlar tochka start with Java dan boshlanadigan so'zlar bo'lsa deymiz. Cout so'zlar deymiz. Va dasturni ishga tushiramiz. Aslida buning uchun bizga for cycle operator kerak emas. Shunchaki so'zlarni ifga emas, mashtozda printamay qilib beraylik. Agar shunaqa so'z bo'lsa true, aks holda false, ya'ni boolean qiymat qaytaradi. Java, ya'ni ja dan boshlanadigan so'zlar bor bo'lsa true, mana bu so'z bor. Jat deymizda, misol uchun jatdan boshlanadigan so'z bor bo'lsa true, aks holda false. Bu true qiymati uchun bitta natija ko'rdik. Endi bitta false qiymati uchun ham natija ko'ramiz. Dasturni qaytadan ishga tushirdik. U hozir kompilyatsiya jarayonida. Va false qiymat qaytardi. Ya'ni jat degan so'zdan boshlanadigan so'zlar degan stringimizning ichida unaqa so'z yo'q. Boshlang'ich so'zlar deymiz yaxshisi. Boshlang'ich so'zlar deymiz. Xuddi shuni println, ya'ni bu hozir start with, endi biz buni so'zlar
and with, ya'ni oxirgi harflarni ko'rib chiqamiz. Oxirgi harflarda haqiqatan shunaqa so'z bilan boshlanadigan bormi, yo'qmi? In deymiz misol uchun. Ya'ni biz bu yerda Kotlin'dagi in so'zini oldik. Agar in oxiri in bilan tugaydigan so'z bo'lsa, u bizga false qiymat qaytarmoqda. And with. False qiymat qaytaryapti. O'zi bular aslida massivda bo'lganda bularning har bittasini alohida qabul qilar edi. Hozir shuni bitta so'z uchun ishlasak, misol uchun va Java'dagi va so'zi bilan tugaydigan so'z bo'lsa, bu boolean qiymat qaytaradi, true hamda false qiymat qaytaradi. True. Agar Java emasdi, oxiri va bilan emasdi, misol uchun da bilan tugaydigan so'z bo'lsa shu. Bunda ham xuddi shunaqa boolean qiymat qaytaradi, false, ya'ni da bilan tugaydigan so'z yo'q bu yerda. O'shani hisobiga false qiymat qaytaryapti. Oxirgi harflar. So'zlarni bitta harflar aslida. Buni ham kommentariyaga olamiz hamda keyingisiga o'tamiz. Bizga so'zlar kerak emas hozircha. Endiga ko'rib chiqadigan narsamiz bu contains. Ya'ni o'sha so'zda mana shu harflar bormi, yo'qmi ekanligini ko'rib chiqamiz. Bu ham xuddi shunaqa boolean qiymat qaytaradi. So'zlarni yoqamiz. Misol uchun pechat qilamiz bir vaqtimizda s.contains so'zlar. Ya'ni s bu yerda mana Zohid degan so'zni ichida Java degan so'zi bormi, yo'qmi? Shuni topib beradi. Dasturni ishga tushiramiz. Bu ham xuddi shunaqa aytib o'tganimizdek mantiqiy qiymat qabul qiladi. True agar rost bo'lsa, bor bo'lsa true, aks holda false qiymat qabul qiladi. Bu bizda false qiymat qabul qildi. Haqiqatan ham Zohid so'zining ichida so'zlar degan Java degan so'z yo'q. Shunga boshqacha qiymat ham berishimiz mumkin. Misol uchun o'zimiz qo'sh tirnoq ichida biror so'z qidirib ko'ramiz. Ikkita harfdan iboratmi yoki bo'lmasam umuman bitta so'zning ichidan, bitta gapning ichidan bitta so'zni olishimiz ham mumkin. Misol uchun hozir bizda Zohid so'zining ichidan id degan qo'shimcha bor. Id degan so'z bormi, yo'qmi? Harflar bormi, yo'qmi? Shuni ko'rib chiqamiz. True, Zohid so'zining ichida id degan so'z bor. Yana bittasini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun zo'r degan so'zi bormi, yo'qmi? Albatta bu yerda false qiymat chiqadi, chunki Zohid so'zining ichida zo'r degan so'z yo'q. Bunga yozishimiz mumkin. Qidirish deb yozib qo'ysak bo'ladi bunga. Endi keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz bu so'zlarni bo'shlikka tekshirish, ya'ni is empty bo'ladi. Cout misol uchun s.is empty. Bu ham xuddi shunaqa boolean qiymat qabul qiladi, true hamda false qiymatlarni. False, ya'ni Zohid degan so'z bo'sh emas. Agar u bo'sh bo'lgan, s degan o'zgaruvchi bo'sh emas. Agar u s degan o'zgaruvchi bo'sh bo'lganda bu true qiymat qaytarar edi. Bo'shlikka tekshirish. Keyin ko'rib chiqadiganimiz bu replace, ya'ni almashtirish.
kiritilgan so'zdan misol uchun almashtirib bersin bizga boshqa so'zga, ya'ni Zohid degan so'zni boshqa so'zga almashtirib bersin. Buning uchun s tochka s teng s tochka replace misol uchun Abdullayev Buning uchun biz boshlang'ich qiymatini ham kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana Cout s boshlang'ich qiymati va undan keyingi o'zgargan qiymatini ko'rishimiz uchun 2 marta yozdim. Dasturni ishga tushiramiz. Birinchi 32-qatorda, ya'ni bu yerda Zohid degan so'z chiqadi va u almashgandan keyingi holati Zohid degan so'zni biz replace Abdullayev deb Abdullayev so'ziga almashtirdik. O'shaning uchun 34-qatorda yana bitta print element yozdim. Bu keyingi o'zgargan qiymatni chiqarib berish uchun xizmat qiladi bizga. Endi biza yana bitta so'z olishimiz kerak. Misol uchun men bitta hozir so'zlar deganimizni duplikat qilib turib bittasini kommentariyaga olib qo'yib so'zlar 2 deymizda kommentariyaga olib turib bunisini pastga olib tushamiz. Hamda mana bularni kommentariyaga olib qo'yamiz. Replace bu yerda almashtirish bo'ldi. Endi Java degan so'zni almashtiramiz. Replace ni o'zi bu almashtirish, butun boshli so'zni almashtirish. Replace before bor, replace after degan funksiyalarimiz ham bor. Bizlar hozir replace before bilan replace after ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga so'zlar degan so'z deylik shuni. So'z degan o'zgaruvchi va uni boshlang'ich qiymatini Java deb yozib qo'ydik. Endi uni qiymatiga qo'shamiz. So'z teng so'z tochka replace mana before biror bir harfni oldidan vergul boshlang'ich harfni beramiz va vergul qo'yib turib uni qo'sh tirnoq ichida qanaqa so'z kelishi mumkin. Misol uchun v harfini oldidan biz aytamiz-ki kichkina Java kela qolsin, kichkina j bilan yozaylik shuni. Java degan so'z kelsin. Va bu yerda biz barga o'zgartiramiz, Cout so'zni chiqaramiz. Ya'ni hozir bizda Java degan so'z katta harf bilan yozilgan edi. V ni oldidan biza JA deb kichkina j kelsin va Java degan so'z kichkina harflarda chiqsin dedik va shunday ham bo'ldi. Mana misol uchun men bizni katta harf qiladigan bo'lsak, boshlang'ich qiymatda Java so'zi edi, keyingi before replace before almashtirganimiz uchun mana Java bo'lib qoldi. Ya'ni oldin birinchi qaysi harf o'zgarish kerak bo'lgan harf va undan oldingi beriladigan so'zni yozamiz. So'z yoki harf va hokazo. Buni ham kommentariyaga olamiz. Oldi tomonni almashtirish. Keyingisini ko'rib chiqamiz. So'z teng so'z tochka replace
after v so'zidan keyin almashsin. Misol uchun katta A bo'lsin. Katta A ga almashsin deymiz. Ya'ni Java so'zi boshlang'ich qiymatda mana 36-qatordagi ko'rinishda edi. Hozir esa Java so'zidagi oxirgi harfini A ga almashtirdik. Misol uchun bu yerga boshqa so'zlar ham qo'yib tashlashimiz mumkin. A B C D qilib misol uchun. V dan keyin J A V degan so'z chiqadi hamda A B C D deb boshqa so'z ham chiqaveradi. Farqi yo'q, bu misol tariqasida ko'ryapmiz buni. Buni ham kommentariyaga olamiz. Orqa tomonni deymiz. Almashtirish. Endigi ko'rib chiqadiganimiz bu substring, ya'ni so'zni biror bitta so'z berilgan bo'lsin, uni kesib olish, bo'laklarga bo'lib ajratib olish desak ham bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda yozaylik Java Kotlin deylik shekilli. Kotlin dasturlash tili deb yozaylikda. So'z teng so'z tochka substring. Ya'ni bu yerda biza boshlang'ich indeksni kiritishimiz kerak va oxirgi indeksni start index intni kiritishimiz kerak, end index intni kiritishimiz kerak. Misol uchun biza 0-indeksdan boshlab vergul bilan kiritishimiz kerak. Mana o'zi ham aytib turibdi int vergul, keyingisi ham int. Misol uchun 15 kiritaylik hamda uni ekranga chiqazaylik. 0-chi, ya'ni Kotlin degan K harfidan boshlab 15 ta belgini oladi. Bu nechi bo'ladi? Hisoblab ko'ramiz. 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ya'ni mana Kotlin 14 ta. 0 dan boshlab 15 gacha, ya'ni 14 tasini oladi bu yerda. Kotlin dasturlash. Kotlin dasturla bo'lib qoldi. Sh degani yo'q. Misol uchun mana shu yerga shni olish uchun 17 qilsak Kotlin dasturlash deb oladi. Yoki bo'lmasam biz Mametdan bu yo'g'ini olmoqchi bo'lsak, dasturlash tili deb olmoqchi bo'lsak, mana uning uchun mana bu yerda 6 ta, mana 7. 7 dan boshlab turib oxiri mana dasturlar 17 ga olgan bo'lsa, yo'g'iga 5 tani qo'shib olishimiz kerak. Ya'ni bu 7 dan boshlab turib 22 gacha deydigan bo'lsak, bu yerda dasturlash tili degan so'zni bizga chiqazib beradi. Mana dasturlash tili. Ya'ni bu yerda mana 0 1 2 3 4 5 6 mana 7 dan boshlaganimiz 7 bizda D ga to'g'ri keladi. 7 dan boshlab dasturlash tili. Oxirigacha ham sanab chiqishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana shu bu yerda hozir ikkitagina so'z bo'lgani uchun bizga shunaqa ko'rinyapti. Misol uchun Kotlin dasturlash tili na o'rganamiz deb chiqadigan bo'lsak, biz hozir har bittasini sanab o'tirmaymiz-da. Misol uchun dasturlash tilini o'rganamiz degan so'zni chiqarishimiz uchun bizga misol uchun 7 dan boshlab so'z.length, ya'ni so'zni oxirigacha chiqazib bergan desak ham bo'ladi. Mana dasturlash tilini o'rganamiz, ya'ni 7-indeksdan boshlab oxirigacha chiqazib berdi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.